Assalomu alaykum hammaga. Klientimiz mijozimiz buyurtma qilyaptilar. Okay. Sizlarda zavodskoyda chiqadimi deydi. Zavodskoy degani zavodda qilingan degani. Bu yer nima bu? Zavod bo'lmaydi. Zavod. Mana zavod bo'lmaydi nima bu? Mana zavod. Kesish, buklash, chopish, farmovka berish edi. Forma berish. Yana buklash. Mana bu turbalarni propagan holatda kesish. Mana barcha aparaturalar bu yerdagilar. Mana sverlit qilishga, tarsovka, gradus kesishga tarsovka. Mana sverlение. Mana ustalar. Barcha ish bilan mashg'ul. Mana zavod bo'lsa shuda. Yana qanday bo'lsin? Mana valsovka. Mana sklad. Mingdan oshiq tovarlar. Ikkinchi etajam bu. Turba, profil, list. Bakalım. Zavod bo'lsa shuda. Fikrlaringizni aytinglar-chi. Shu zavod bo'lmay nimadan shu? Mini bo'lsa ham zavodmi hay? Mini bo'lsa ham, mayda bo'lsa ham zavodmi?